Assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Ismim Suhrob, yoshim 35 ta. O'zi Surxondaryo viloyatida tug'ilganman. Kasbimiz quruvchi. Zo'r. Xudo xolasa dom quramiz. Dom qurasiz. Gap Shunaqa. Quruvchilikdan treyderlikkacha. Shunday. Молодец, gap. Xo'p. Tradingda sizni nima jalb qildi? Ya'ni siz quruvchisiz, dom qurasiz yo domlarni qurib bo'ldinglarmi? Yo'q, domlarni qurib bo'ldik emas, baribir hamma erkakda eng birinchi narsa turadigan moliyaviy erkinlik deb hisoblayman. Quruvchilikda ham, boshqa oddiy kasblarda ham endi baribir top darajada oylik yo'q. Shuni moliyaviy erkinlikka chiqish, ertaga farzandlar katta bo'lyapti, ularni yaxshi joyga o'qitish, yaxshi joylarga uzatish, yaxshi joy nima bo'lgani uchun shuni tanladim. Zo'r. Zo'r tanlov. Xo'p. Ya'ni moliyaviy erkinlik xohishida bu akademiyani tanladingiz. Bu akademiya shu 3 hafta davomida o'qidingiz. Nima deb o'ylaysiz? Siz yetarlicha mehnat qila olyapsizmi, yo'qmi? Yo'q. To'g'risini aytsam yo'q. Chunki biz ishimiz qurilish bo'lganligi uchun bizda endi hammaga ma'lum rejim yo'q. Ertalab soat 5 da ham ishda bo'lamiz, kechqurun 12 ga 1 gacha ham qolib ketamiz. Shunaqa. Vaqt ajratishimiz juda ham qiyin bo'lyapti, lekin yetib olish harakatidamiz, xudo xolasa. Ustozlar qanaqa nazorat o'rnatgan? Ustozlar juda zo'r. Ustozlar zo'r. Qattiq nazorat o'rnatishganmi? Ha, ustozlar zo'r. Aytishyaptimi? Uyga so'ran qilyapsizmi deb so'rashyaptimi? Tergab turishadi. Endi birinchi bizdan boshlaydi yana. Sizdan boshlaydi. Xo'p, albatta. Avvalo niyatingiz moliyaviy erkinlikka chiqish ekan. Endi shu o'rinda maslahat berib o'tib ketaman. Ya'ni moliyaviy erkinlikka chiqmoqchi bo'lsangiz, shu kasbni tanladingizmi? Bu kasbda qurilishda ham o'zingiz bilasiz, bosqichlari bor, etaplari bor. Etapma-etap chiqiladi va etapda qancha mehnat ko'proq qilsangiz, shunchalik oson bo'ladi keyingi etapga ko'tarilish. Shunday. To'g'ri. O'sha uchun fundamentni mustahkam qo'yishimiz kerak, domimiz qulamasligi uchun. Bo'lmasa, qaysidir yilda Turkiyada bo'lgan holat o'zimizda ham takrorlanishi mumkin akajon. Kelishdikmi? Xo'p, bo'ladi. Menga qiziqtirgan savol, bu savolni sizdan oldingi o'quvchilarimizga ham beryapman-da. Toshkentda shuncha akademiya bor. Toshkentga kelmasimizdan oldin u akademiyalar faoliyat yuritgan. Nimaga aynan bugungi kunga kelib Triple R akademiyada o'qiyapsiz? Bundan oldin boshqa akademiyalarda o'qiganmisiz yoki? Yo'q, bundan oldin boshqa akademiyada o'qimaganman. Endi Instagramda har bir odam kuzatadi-ku baribir. Abdurahmon akani nimasi, motivatsiyasi nimasi shunga undadi-da bizda. Qanday tushuntirsam ekan? Eng yaxshisi baribir shu bo'lsa kerak deb o'yladim-da, endi o'zimcha. Bundan boshqasi yaxshisini topa olmayman deb o'yladim-da. Keldingiz. Eng yaxshisi deb o'yladingiz va keldingiz. Shunday. Qana o'sha menga qiziq bo'lgan narsa, o'sha keldingiz va hozir o'qiyapsiz. O'ylaganingizdaqamikan yo o'ylaganingizdaq emasmikan? Yo'q, naborot, o'ylaganimdan yaxshiroq. Bunaqasini kutmagandim. Hozir eng zo'r sharoit, eng zo'r o'qituvchilar, yana vaqt o'zimizga qulay, vaqti ham hech qanday nima yo'q. Endi shikoyat yo'q, zo'r hammasi zakon. Zo'r. Endi sizga yana bitta qo'shimcha savol. Yana nimalar qo'shilsa, siz maqsadingizga tezroq erishgan bo'lardingiz? Ya'ni yoki bizning ta'lim dasturimizga yoki o'zingizning hayotingizga nimalar qo'shishni rejalashtiryapsiz? O'zingizning jarayoningizga, o'rganish jarayoningizga nimalar qo'shsangiz, yoki bizning ta'lim dasturimizga nimadir qo'shish kerak yoki o'zingizga nimadir qo'shish kerak? Endi sizni bularni bu yoqda ta'lim dasturiga biror narsa qo'shgan menimcha meni nima bo'lmasa kerak-ku. Lekin o'zimda ko'proq kontrolda ko'proq turishimni istardim-da, chunki odam borki, baribir dangasalik qiladi. Sizga aytishgan-a, 2 marta ketma-ket imtihonlardan yiqilish siz bilan shartnomani yakunlashga olib keladi. O'sha uchun men sizdan so'rab qolardim. Men bilaman,
sizga 24 soatlik vaqt rejimi yetmaydi. Siz xohlaysiz qanaqadir bir kun 28 soatdan iborat bo'lishini. Men bu narsani juda ham yaxshi tushunaman. Lekin bu yoqqa imkoniyatdan foydalanish uchun keldingizmi? Bu imkoniyatdan to'liq foydalanish kerak. Xudo xolasa inshaalloh to'g'ri foydalanamiz. Rahmat, xush kelibsiz. Salomat. Sizni ko'rib turganimga xursandman. Rahmat.